Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, jigarlar, xush kelibsiz kanalimizga. Sizlar bilan men Sirojiddin, siz Ayomida TV kanalini kuzatyapsiz. Aziz aka-ukalar, bugun biz Iskara Shambi bozorida xudo xolasa katta mol, mayda mollarni narxlarini tanishib chiqasizlar. Hozir o'zim syomka qilishdan oldin bitta ikkita molni bir so'rab chiqdim. Haqiqatan ham mol do'tagan aziz bular. Qayerga borsangiz boring. Bitta oldi, misol o'tgan yillari 2000 so'mlik qo'ylar, hozir 4,5 ming so'm. Bu bir. Mana bizda sigirlar. Kami 20 mingga. 18 ming, 17 ming, 20 ming, 25 ming. Tushunmay qoldim bu. Mana shu bozor. Aytishlar mumkin, kunlar aytadiki, olib sotar emas. Dehqon qimmat bergandan keyin bechora olib sotar nima qilsin? Ular ustiga 100 so'm, 200 so'm qilib sotadi. Go'shtni narxi 90 so'm, 100 so'm bo'lib yotibdi hozir ko'ra. Oxir bahayr bo'lsin. Mana Shambi bozor Iskara. Shunday bo'lsa keyin. Kelaverasizlar. Bitta like, podpiska, xatni bosib qo'yingizlar jigarlarimiz. Biz xudo xolasa mana boshladik. Azizlar, nasibimiz boshladi xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana bu yerda katta o'qishchalar. Ular o'z ko'tarib tayinlagan. Buni narxi nechta ekan? Kim bilan? 15,5 deyapti. Qaysini? Ular. Ularda 15,5 ming so'm. 15,000 so'm ko'rsatdi. Qacha yo'q, 15,000 so'm. Neçə pul ekan qızsanız? Sana 11,5. 11,5. Yozda 50 bo'ladi. Yozda 50. Bozor neçə qilyapti bozor? 10,400. Da 1400. Bu neçə pul aka? 14,5. Chordo 50 megayla. Bozor bilan saqildimi? 13,5. Sesingizda 50 ming. Aka nechi pul bo'ldi? Ha? 13 ming. Sizda hozir so'm. Bozor qancha qildi bozor? 11,5 bozor. Bular nechta yana bo'ladimi bu? Nechta yana bo'ladi? 20? 20 ming so'm. Ocha-bacha. 5,000 so'm ocha-bacha. Simental. Simental qancha bo'ldi? Simentalni 22 deyapti. 22 ming so'm. Necha oylik bu? Bir yaşar, bir el buğan yok lan. Gavdanı qara, oyoqchanlarga qara, qalin. Mol qilsa buni. Bozor bilan saqladimi buni? Bozor 17,200. 17,200. Ha, 17,200, 17,5 pul. Mana bu kuchlar qancha katta o'qizlar? Chansmaydi mi? Nafsi deyin. Shombo, buqa qancha bo'ldi? Buqa 18 ming savdosi bu. Ajda savdo. Bozor birinchi so'raqmi? Shombo, bozor birinchi so'radimi? 15. 15,000 bozor bu. Sizlar nechta pul tog'a? 18 deyapti. 18 ming so'm. Ajda so'm. Yosh buqachalardan ko'ramiz hozir. Chiptaydan qo'yasizmi shu yerdanmi?
Yusuf hocam, hatta Yusuf. Şöyle verin barakat. Ne iş bo'lyapti? 8.800. 8800. Hash hazır açsat. Ho'kizchami? Shig'anani 8800 deyapti. Biraz shig'ana. Maydagina. Ben savdo bo'layotgan joyini olish kerak-da buni. Bo'lmaydi, avra bo'lmaydi. Yo'q. Bu odam yo'q. Necha bo'lyapti? Aka bo'ldimi? Bermaysizmi? Aka, fikr qiling lekin kallaga. 13 so'm bo'lyapti. 13 ming? Qabulmi menga? Bermayapti 13 ga. O'zi qancha deyapti? 14 dan 100 so'm o'tdi deydi. 14 dan. Bak shu o'ylab. Qabulga rozimisiz? Usti qilar ekan. Mana shuncha odam yig'ilishda turibdi. To'xtab turing. Nima deyapsiz? Xudoning o'rganinglar. Ha, men yaxshilar, bozor baqir. 14 ming so'm. Chorda 1000 so'm aylantirib 14 ming qilyapti. deyapti. Savdo 10. Ha? 900 olib berganimda ajoyib bo'ladi. Yo'q, 13 qilyapti. Yo'q, 13900 degan yo'q. 100 so'm o'taman. Bir narsa o'taman al deyapti. Ajoyib savdo o'tiribdi. 12,5 ekan. Qabul qiling, Nuroli deng. Oshingmasin, jiplarni baylada qo'l sanadi. Borga chiqaring. Boris aka. Yaxshi savdo. Yaxshi bo'ldi, 13 ming yaxshi bo'ldi. Baba. Qabul qiling. Qabul qiling, mening gamdim yedi qolmasin. Yani garbarada 13 ming yaptı, 13 ming yaptı, burada ne yaptı, 15 ming yaptı, alamadım. Geldiryapti 13 ming deyapti. Geldiryapti 13 ming deyapti deydi. Ama bir yaptı, bir yere gel. Bir yashagan bo'lgan joy ekan. Ha, 13 ming qilyapti, bermayapti. Shuncha xalq. Biranta qo'sh shuna deb Ho'kizcha qancha bo'ldi bu? 12 ming so'm. Bu g'unozimchi? 10 ming so'm. Bunisichi? 10 mingdan g'unozimchalar hozir. Ho'kizcha nechi so'm bo'ldi? 211 deyapti. 11 ming so'm. Yozda arzon so'm. Aka g'unozi qancha? 13. 13. Sizda arzon so'm ne kadar? Bu qisrayo. Neç puldan bo'ldi sigir? 20. 20 bo'g'azmi? Yo'q, sirma. 20000 so'm menga bordi. 20 ming so'm, 20000 so'm. Bozor qancha qildi bozor? 15 yarim. 50 bozor kadar. 4 oydan beri jimlik yo'q. 4 oydan beri jem yegan. Cho'l mo'meshakda jem mehrani. Bir yerda 32500 so'm so'raydi. Yena bola qancha bo'ldi? 25 ming? Biz 5000 so'm oladi. Bozor nechi qilyapti? 19 bozor qildi. Bermalar. Nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi bu? 4, 5. Ikkinchimi, uchinchimi? Yo'q. Bolasi ham o'zi enas qatorib qolibdi. Buni hozir takdi. Qancha o'zini borda? Ha, oldi. Qancha bo'ldi? Zo'r, o'zi zo'rmi? Adamini olmang, 20 ming? 20000 so'm berdi. Bozor nechi qildi bozor? 16 ming berdi. Bu bitta o'zi toqami? Va bo'g'ozmi?
Boz. Necha oylik boz? Martda havo chiqargan mashina. Ha, martda. Ha, hali bitta. Tog'a necha so'm bo'ldi, tog'a? 20 ta. Yana bo'ladimi, to'qimi bu? Bo'g'ozmi, tog'a? 20 ming so'm. 20 saat so'm mega bo'ldi. Necha so'm yana bo'la? 25 deyapsan. 25 ming so'm. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Mol qayerdaki bu? Iskra. Mana iskra. 20 olsa ikkinchi bolasi. Telefon nomeri bormi? Telefon nomeri bormi? Ayting qa? 938 14 00 84. Kimga ma'qul telefon qilasiz 20 ming so'm deyapti. 8 litr suti bor ekan. Berdim nimaga? Baylaqaman boshqalami? 25 berdim. 24 yarim savdo bo'lyaptimi? Ha. 24 savdo shunday. Lekin ko'rib bo'lmayapti, hozir molni qara o'rtada. Qanchaga savdo bo'ldi? Nechiga? 25 ga. Men bilmayman. Lekin ayir bo'lsa kerak. 25 ming so'm. İspanya'da so'm savdo ishi. Hozir bizni uzoqlaydi. Tamam, mana shumi? Evet, sonra kaç neşe doktor hoş bulduk. 25 ming savdo bo'ldi. Yok. Yeni pazarda aka nöbetçilik pazar olan aka. Nöbetçilik oynamak. 25 bin sabah. Kasap aldı mı? Anası yok içinde var. Onun içinde var. Ne? Hey, ne? Tepe yaptı, qara nimada choqdim onu. Bizi choqdi. Yo'q, agar bo'ylayga chiqsam ko'tarib beraman. Qo'noq qilmay bera ko'tarib beraman. 25 ming. Qasab, oldingizmi? Necha oylik bolasi bor ekan? Necha oylik bolasi bor buni? 25 ming so'm. Necha oylik bolasi bor ekan? Necha oylik? Vallahi bilan buni. Ha, tovda yurgan ha. Juda katta bola. Mana pullarni soni bo'lyapti. Bura benim bro. Ha, ko'rsam. Yorma tez. Nechi bo'ldi yana bola? Yo, narxni aytib ketganmiz. 25 ming so'm. Bu nechinchi bolasi bu? 25 ming so'm. Suti qancha bor shunada? Bilmaysiz. 25 ming so'm. Biz 5000 so'm emas. Egasi yo'q ekan, buyog'i shart qo'yibdi ekan. Nima qilaylik? Sutini ham bilmaydi, nechinchi bolasini ham bilmaydi. Keyin kabisa kommentarda negasi chiqadi, unday bunday. Ha, ushlab turibman deydi. Nima deyish kerak? Ushlab qo'ygandan keyin bu. Aka nechun bo'ldi aka? 25 gapirim bu muomalasi bor. 25 muomalasi bor. Biz spanj bor, o'yna bo'ladi. Bu chanli bacha shar. So'ng bacha. Bistiyak azor qadan bo'lmoqda. Ha, bistiyak azor 400. Qadaysiz bu? Ha, bistiyak azor 400 savdo dora bo'ladi, naroda esa. Shir chanqam aytdi bu Sarbega. Daqta.
savdo qilyapti. Yine bolalar vahşi garinni qimmat. Bu qancha ekan? Ha? 28. 28. İstihaç hazır. Çançı dakika. Senizde hazır. Olma pulunu berang, kim bunu qilaman? 13'e savdo bo'ldimi bu? Yo'rdan boshqa olush boshqa. Neçi pul bu mal? 16 mı sana? Ulan bizden bu boğazdan bize oğlu seyirme, nari. Bu boğaz mı bu? Oğlu seyirme, yok bu kısır. Kısır mı? Tam tanı diyorsunuz. Ömrümde hep koymayız. Ne biz oğullar Tavuğu alayım da biz oğlu seyirtti bir ayı bu. Nomer telefonunuz var mı? Nomer var mı telefon? Aytın. 970 970 19 19 84 84. 84 84. Kimga ma'qul bo'lsa moldan topib beradi. Lobaydan. Lobaydan topib beradi. Xohlagan molingizdan. Mashina bolalarni deysizmi, qisir mol deysizmi, bo'g'iz mol deysizmi topib beradi. Bo'lmaydi. Uydun mu alayım? Bir baştan tanıştıralım. Tanıştırın ha. Bir baştan tanıştıralım. Şu çikkeden boşlar. Bir baştan tanıştıralım. Akla varağını geliştirelim. Sormasak ya. Salamat. Zormat değil mi? Qayerdan boshlaymiz? Bitta aka. Xo'p, Bitta. Ikkita. Pulni ham birdan o'tib ketay birdan o'tib keting birdan. Birinchisi. Mana 18 deyapman. Aha. Muomala qilib beraman. Aha. 5 ta suti bor. Bolasi erkak. Bolasi erkak. Xo'p. Mana 10 litr suti bor. Aha. Mana 22 deyapsiz, muomala qilib beraman. 22 ming. Bolasi urg'ochi. 10 ta suti bor, garantiya. Bola nechinchi bolasi? Aytib ketavering. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. To'g'risini aytamiz, yolg'onga kerak emas. Bulan mendan. Bilsam sizda. Bir ikkinchi bolasi. Bu ikkinchi 5 bola. ta suti bor. Aha. Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Buning bolasi urg'ochi. Qarang. Biran aybi yo'q, kafolati bilan. Mana ikkinchisi. Bolasi erkak, semitanadan qochgan edi bolasi. Semitana nima? Ha. Mana. Hop, 17 dan deyapman. 17 dan. Ha, 17 dan kelishtirib beraman. Ha, hafta. Bulan mendan. Mana 16 deyapman. Bolasi buqacha bola. Qachon? Kelishtirib beraman. Bulan? Bu boy parada bo'lsa, pulxon qilib adres nima qilib beramiz. Hozir. Bir mashinazasiya ustakalardan Bularchi? bo'laman. Ha, 30 ming deyapmiz bana. Dana. 30 ming deyapmiz, yana bola. 8 oylik bolasi. Bu qizchami bolasi? Ha, qizning o'zini 15 to'layapti. Ha. Ha. Bu boğaz qisirligini lekin aniq bilmaymiz. To'g'risi. Keyin zakaz qilasiz sizga. Misol menga bo'g'oz bir xil aytadiki, bo'g'oz sigir kerak menga deydi. Bularga nima deysiz? Aka biz uyda turdirib ham sotamiz. Ha, vaqt kelsa aka bo'g'oz ham beraman. Ha. Bo'g'oz ham beraman. Xohlagan lozim ol topib berasiz. Semental, xullas, yina bola, ha. Chunki degan 100% garantiya. Chunki deganda sizda o'tyapti-ku, olib turma deydi. Men aytyapmanki, Yo'q. siz olasiz, uyga bog'asiz, to'dirib sotasiz, shundaymi? Turib sotamiz aka, biz ham xizmat qilamiz. Xizmat qilasiz. 2 oy, 3 oy uyda turadi. 2 oy, 3 oy uyda turadi. Biran aybi yo'q. Shtobi aybi chiqsa qaytarib olamiz. Uni shunisi bekit. Shunday. Rossiyada musofirda yurgan akalarimiz shu bolalarimizni jirtdi. Biran aybi bo'lsa vazbrati bor. Vazbrat bilan. Vazbrat bor. Tilga javob vazbrat. Lekin bu haqiqatan bir necha yildan beri syomka qilaman. Men nima qilmayman? Chunki biran xil hozir ishtilar jala bo'lmaganda bu yoqqa. Mana shunday. Nomer telefonni ayting. 907 22 89 49. WhatsApp'im bor. WhatsApp bor. Bo'lmasa Yana bitta gap aka, katta mol so'rashlar ham bo'layapti. Menga aloqaga chiqaversin. Katta mol ham topib beraman. Shibitskimi, rassiskimi, Luboyda Parodadan, Paroda. Bor undan. Mana shunday katta sigirlar bo'lsa topib beraman. Yoshlar nechim deyapti yoshlar? Bular bilmayman. Nima siz oldingizmi? Ha, 25 ming zaman. Ha, hozir o'zlariga olganim ha, buni oldim. 25 ga oldim. Garantiyasi bor aka bizlarning. O'zingiz bilasiz mana biz yolg'on gap kerak emas biz. Biz bu boyga kafolat beramiz. Shunday. Mana shuncha hammasi o'sha ena bola sigirlar shayardagi bo'ladi. Meniki.
Men bilan Gap telefon yo'q. aloqada gaplashamiz. Tamam. Mana bolasi erkak bola. Bolasi mana shu zo'r qora. 20 kunlik bo'lganligi. 20 kunlik bola. Sutlari kafolat emas. Kafolat aka 100%. Biran nimasi bo'lsa javob beramiz. Yemsa, tepsa ba'zi bilan. Bo'ldi, tamam. Mana shunday. Aşkına bordaqlar var ekan, qo'chqonlar. Marta buzovi yo'qda sizda. Bu bordaqlar qanchadan bo'ldi aka? 7,5 6,5. Buncha mehnat qilgan, buncha qilish uchun. O'zi bilan o'zi bo'lib qolmagan azizlar. Qo'ylar nechidan aka? Nechidan aka? 5 mingdan. Qancha azob so'moni berdi. Qurbonlikqa olaman degan akalarimiz, agar men maslahatim hozir hali bor, bir oydan oshiqroq orqana bir soliqlarni olish kerak. Semirtish kerak. Variant. Nechidan bo'ldi aka? 2mi? Bu 45 bu 4. Ha. 4,5 ming aka chiqadi. 4,5 ming narg'isi bunisi 4 ming. Cho'razor so'ning mazur. 200 mi yaptı? Mol olib bo'lmaydi, dutab ketgan mollar. Qo'ylar qanchadan bo'lyapti? 7,5. 2,5. Har dish haftaning mazor yaparadi. Qo'ylar qanchadan bo'ldi o? Mana qancha? 4,5 dan deyapti. 4,5dan. Cho'rining mazori. O'tgan mana shunday qo'ylar 2,5 ming. 2000 so'm shunday ko'tarilib ketdi. Qo'zilar qanchadan bo'lyapti qo'zilar? Qo'zilar sizdami to'g'ri? Qanchadan bo'lyapti? Sigaz keladi. Bu echkilar qancha ekan? Egasi yo'qmi? Mana cho'p qo'ylar ko'ryapsiz. Azqo'la qo'ylar g'aza ko'p, lekin narxi вообще bang'illab yotibdi. Bilmayman besharam. Ve echkilar qanchadan ekan? 27 deyapti. Ha, echki qancha tog'a? Echkilar nima bo'shlar? Echkilar qanchadan bo'ladi echkilar? Echkilaringiz. Echkilar 17. 17. Hazır afsatchi. Chaqirgan ko'rma. Qo'zilar qancha ekan bu qo'zi? 3 mingdan. 3,5 so'm. 3 mingdan. Shu 2,5 mi? Nimaga? Garangmi? Ha? Garangmi? Garang qo'zi ekan bunisi 2,5 ekan. Buni aytib sotyapti, malades. Va nechidan ekan mana qo'zilar? 26 dan. 26 dan. Da zo'ra shosh satishmay boradilar. Siz sarkalar qancha bo'lsa? Bu sarkalar 3 mingdan olindi. Ha, olindimi 3 mingdan? 3 mingdan olindi hozir. Siyazori xaridami sirkalar boradi. Buloq qo'zilar qanchadan? Qo'zlar 23 dan deyapmiz. 23 dan qo'zilar. Dozori satishim. Mana hozirlar kimga ma'qul? Bitta like, podpiskani hamdan bosib qo'yingizlar. Mana cho'lan qo'shqonlarni so'rang. Bu cho'lanni o'zidan shoh katta ekan. Bu qancha ekan mana cho'lan? Cho'lan qancha?
Hech kim bilmaydi. Ha, aslida sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar, Alloh panohida bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Mana tugatdik nasib qilsa bizning videoni.